Alo. Venerami bu? Yerdan telefon qilyapman. 062 75 48 400 million 678 Bilal oyisi bo'laman. Ha. Ular bera olasizmi? Okey, kutaman, hop. Akangga. Veneraga telefon qilaman. Sayyora bor-ku. Venera sayyorasi. Og'zingni yop. Alo, Bilal. Alo. Yaxshi yerda bormaydi. O'rtada Yupiter bor-da. Mars bor, Yupiter bor o'rtada. Alo. Telefoningiz simini uzoqroq olib borgan? Eshitilmayapti. Ha, yo'q, bu safar televizor pultidan telefon qilyapman. Yo'q, dazmol uzoqroq dedi, undan telefon qila olmadim. Dazmoldan telefon qilib yuboraymi? Dazmol uzoq dedi, dazmoldan gaplashyapsam, mana eshityapsam. Nima gap? Qachon kelasan? Yerdinglar so'rayapti. Primoy efir ochdim, ko'pchilik Marsga borganingni bilishmas ekan ko'plarda hozir o'sha. Veneraga ketgansan, Venera degan ayollarmi deyapti. Yo'q, to'g'rimi? Venera sayyorasi. Alo. To'xta, konditsioner pultidan telefon qilaman. Hozir konditsioner pultidan telefon qilaman, Bilal. Bo'pti, xo'p. Nima? Yo, venerali qiz bo'lmaydi, uni 3 ta mammasi bo'ladi, 6 ta ko'ti bo'ladi. Bo'lmaydi unaqa, jinnimisan sen, ha? Miying ishlat, 7 ta ko'zi bor. Hech nima xiyonat ham qila olmaysan, 7 ta ko'zi bilan ko'rib oladi. Yo, bu unaqa kelin kerak emas, Bilal. Mayli, yerdan uylanganingni aralashmasdim. Qanaqa qiz bu? Lekin Veneradan menga unaqa 3 ta mammali qiz kerak emas, o'g'lim. Yo, tushunaman. Nevaralarim maza qilib emadi. Yaxshi, sraz bittada 3 tasi emolaydi, chunki bittada 8 ta tug'adi-yu, prosta qiyin-da. Men nima degan gap bo'laman yerda? O, Bilal xo'jayev oyisi Veneradan kelin qilibdi deydi. Uni men qayerdan, uni sappaga qayerdan topaman 3 talik lifchi? O'yla, o'zing. Hop, meni ko'tini yo'qfaramiz 4 ta ko'tini, miying ishlatgan. Bo'ladi? Ha. Yerga kel gaplashamiz. Yo, men Veneraga uchib bora olmayman. Qarib jinoz 40 ga chiqdim, uchib borgunimcha bilasan, 1-8 yosh bo'laman. Bo'lamanmi, yo'qmi ungacha? O'zing kel. Bo'pti. Gaping bo'lsa Qozonga yozib yubor, tovagami?